Trenbolon, Hop, trenbolon ovsyanka, ozishga ham, semirishga ham zo'r. Agar faqat suv bilan yeydigan bo'lsangiz, ozish uchun qandaydir meva yoki yogurtlar bilan semirishga eng zo'r mahsulot. guruch, Ozishga ham, semirishga ham zo'r mahsulot. Hech qanday qo'shimchalarsiz faqat qaynatib yesangiz ozish uchun, qandaydir qo'shimchalar bilan tuxum bilan qovurib yesangiz, semirish uchun ham juda zo'r mahsulot. kartoshka, Kartoshka asosan semirish uchun maslahat beraman, chunki uglevod, energiya va yog' ko'proq. losos, Protein miqdori yaxshi bo'lganligi uchun ikkalasida ham ishlatsa bo'ladi, lekin yog' foizi ko'proq bo'lganligi uchun ozishda ko'proq vaqt ketadi. Semirish uchun yaxshi qo'llansa bo'ladi. protein, Protein semirishga ham, ozishga ham eng zo'r mahsulot. Izolyat bo'lsa ozish uchun, normal bo'lsa semirish uchun. kreatin, Kreatin ozish uchun ham, semirish uchun ham любой odam uchun eng zo'r qo'shimcha. tovuq grutkasi, Ikkalasiga ham zo'r mahsulot, lekin yog' foizi oz bo'lganligi uchun asosan ozishda ko'p qo'llaniladi. tuxum, Tuxum ozish uchun faqat oqini yeyiladi, semirish uchun sarig'i bilan birga yesa ham bo'laveradi. banan, Yog' va kaloriyasi ko'p bo'lganligi uchun asosan vazn olishda qo'llaniladi. qulupnay, olma, kivi, shunga o'xshash mevalarchi? Asosan vazn olishda, lekin vazn yo'qotishda hech qanday meva tavsiya bermayman. Gretskiy yogurt, Grek yogurt faqat vazn yo'qotishda qo'llaniladi, lekin vazn olishda har xil mevali yogurtlardan qo'llansa ham bo'ladi. makaron, Vazn olish uchun eng zo'r uglevod manbai. mol go'shti, qo'y go'shti, shunga o'xshash go'sht manbalari. Tovuq go'shti vazn tashlash uchun eng zo'r manba hisoblanadi, yog'siz bo'lganligi uchun. Vazn qo'shish uchun esa mol go'shti, qo'y go'shti, tovuq go'shti hammasi ketaveradi. Qurut, semechka, shunga o'xshash chaqchuqlachi? Ozish uchun umuman tavsiya bermayman, lekin vazn olish uchun ora-orada ishlatib tursa bo'ladi.